Qarindoshlar, barliq Sharqi Turkistonlik farzandlarim, sabdoshlarim, inqilobdoshlarim dunyoning hamma yerida bugun vatanimiz Sharqi Turkistonning Cumhuriyet gününü tabriklayotgan Uyg'ur va Sharqi Turkistonlik. Bugun biz Sharqi Turkistonning 75 yillik 75-chi qatim Cumhuriyet gününü tabriklayapmiz. Bu bo'lsa bizning qalbimizda yana vatanimizni asliga keltira oladigan umidning borligi va xalqimizning mushundaq bir kunni davomlashtirayotganligi davlatimizning cho'qim bizning qo'limizga qaytib kelganligini isbotlaydi. Qarindoshlar, Sharq Turkiston mustaqillik bayrog'i lapildigan bu kunda millionlagan otalarimiz, akalarimiz, onalarimiz aşı bir bayrak mustaqillik kuni uchun bedeller to'lab, qonlarini eqitib, ko'z yoshlarini, umidlarini bizga qo'yib ketdi. Biz bunu davomlashtiryapmiz. Mushu har yili bizning mustaqillik davlat bayramimizni o'tkazganligimiz, bizning umidni yo'qotmaganligimiz, ana shularning bizga o'xshash bir avlodlarni tarbiyalab yetildirganligi qarindoshlar. Ba'zi vaqtida umidsizlanib bizning cho'nglar burun anda xatolik o'tkazgan, Uyg'urlar azaldan mundaq xatolik o'tkazdi. Biz mundaq millat, biz andaq millat. Biz hech qanday millat emas. Bizga kelayotgan zulmning ig'irligi, coğrafiyalik sharoitimiz, bizning atrofimizda bizni besib olgan odamlar va uning hamkorlashganlarning o'ttirdi qolgan bu millatning gunohi emas bu. Bu shu millatning eng ig'ir, eng cho'ng jahongirlarning chang'ildi qilib, shu millatning kuchligidir. Shu davlatning, shu Sharqi Turkiston degan davlatning, Uyg'uriston degan davlatning tug'ilib o'sgan taklimakonning o'g'il qizlarining ajoyibligidir. Bir necha jahongir davlatlarning chang'ildi o'tirdi qolgan millat biz. Ana shunda turib, qo'limizda Qur'on az turib, boshqa tajovuzchilarning shundaq yordam cho'ng qurollari bilan davlati bilan bizga kelganda, bizning qahramonlarimiz qon kechib davlatimizni mustaqil qilib, bayroqni lapildirib tutib turgan 33-44 qarindoshlar. Mana biz shu kunni hozir xotirlayapmiz. Har yili xotirlaymiz. Bu xotirlaganligimiz mana bizning shundaq avlodlarimizning chiqqanligi, shundaq avlodlarning bizga ishni ichib berganligi, bizdek odamlarni, sizlardek odamlarni mushundaq xotirlaydigan, vatanning ozodligi uchun kurash qiladigan jangchilarni qon bilan avlodga qo'yib ketganligi va shu umidning borligi, shu millatning qahramonligi, shu millatning davlatini qo'liga ola oladiganligi. Shu millatning davlatni qo'limga olaman deb to'xtamay her yili davlat bayramini davomlashtirib, bayroqni ashaga qadash uchun to'xtamay kurash qilayotganligi, jon berayotganligi, yosh berayotganligi, bedel to'layotganligi. Qarindoshlar, bu asrning ichida dunyoda mayli oldingi asr ya uning oldidagi asr bo'lsin qarindoshlar, bu qitim Uyg'ur xalqining beshiga duch kelgandek bir fojia bundaq duch kelib boqmagan bo'ldi. Biz hozir yer sharidagi eng ig'ir qiynab, eng ig'ir o'ltirish va jazolarning ustida ketib boramiz. Bizning xalqimiz ko'z yeshi bilan butun dunyoni o'yg'otdi. Bu nima deganda Xitoyning bizga bergan signali. Xitoy, sen hayot qolsang, men o'laman, men hayot qolsam, sen o'lasan. Xitoy o'zi bizga ogohlantirish berdi. Vataningni ozod qilmasang, men bilan yashasang seni biz o'ltirib ketamiz. Shuni bilib olinglarki, mana shu kunni biz bayrog'imizni vatanda tiklamasak, vatanimizni mustaqil qilmasak, bizni Xitoy o'ltirib tugatadiganligi, hayot qolmaydiganligini bizga uqtirdi. Biz o'zimiz Xitoyning bizga qilgan harakati bilan uqtirdik. Masalan, Isroiliyaga qaranglar. Qarindoshlar, Gitler ya sen hayot qalasan, seni men o'ltiraman, ya men hayot qalaman degandi. Gitler yemirilib tugidi, Isroiliya eng oxirida o'zining davlatini qurib chiqdi. Chunki Isroiliya xalqiga faşistlar şu signalını berdi. Bugün muş əsrdə Xitay faşistləri bizə şu signalını berdi. Sərgandarlıq dünyanın həmiyyəti keçib yürüb ölüvatımız. Dəl şu 2-ci dünya uğuşudur.
Biz muş kunlarni tatlayapmiz. Shuning uchun bu kunlar bundoq o'tib ketmaydi. Mana bugun tabriklayotgan Cumhuriyet günümüzde yani özümüzni tarbiyalaymiz qarindoshlar. Biz sırtda 3 milyondan artıq Uyg'ur var qarindoshlar. Xitoy bizni qirib tugitib yo'qlik qildim deb o'ylayotdi. Biz yo'qab ketadiganmiz deb ba'zanlar bunda jo'ylayotdi. Biz eng oxirgi minutda qoldik deb jo'ylayotdi. Bundaq jo'ylama. Biz oxirgi minutda qolmadik. Mushu sirtdagi 3 milyon Uyg'ur, shundan tug'sa 10 milyon, 5dan tug'sa 15 milyon adab. Biz vatanimizga bayroqni tiklaymiz. Biz ash xalqni uzunga qolmay lagerlardan qutuldirib bag'rimizga olamiz. Bizning ozodligimiz uzunga qolmadi. Shuning uchun umidsizlanmanglar. Dunyoning hamma yerida bundan Cumhuriyet kuni o'tkazsanglar, bu bizning davlat bayramimiz qarindoshlar. Bizning diniy bayramimiz Qurban hayit, Ro'za hayit, Ramazon bo'lsa, bizning millat davlat bayramimiz, yuksak bayramimiz mush bayram. Chiroyli kiyimlarni kiyib, uylarni har xil yasab, bir-biringlarni chaqirib, bayroqlarni lapildatib, o'xshamagan uslublarda bir shundoq bir dizayn qilib, nəhayət chiroyli bayram o'tkazinglar. Uzun qisqa kun kaybi qizmanglar. Shu kuni zodi hammanglar bir-biringlarni bayram bilan tabriklanglar. Hammanglarning bayramınız muborak bo'lsin. Davlat bayraminglar muborak bo'lsin. Xudoyim yana bir ochadigan, yana bir qitim kelgan davlat bayramida biz birlikda vatanimiz Sharqi Turkistonda, zaminimizda, Oltay tog'larida bizning bayrog'imizni lapildataylik. Rahmat sizlarga.